Hozir oyoqlarim ishlamay qoldi. Gap ololman. Shu masjidga ham yil borib kelaman. Ota mehriga zorda bular. Ota mehriga zor. Mana kim yordam bersa, mendan qaytmaydi, Xudodan qaytsin. Agar sog' bo'lsang, meni eshitgan bo'lsang bolajonim, vatanga qaytgin. Onang sog'indi, men undan battar qarib qoldim. Bular hammasi dada deb yo'lingni qarab turibdi. Buni har kecha kuni ko'zlari darvozaga. Borlaringizga shukr. Men otajon 7 yil bo'ldi sarsobanda 7 yil. Aha. Mana yurib paxta 5 ta farzandi bor. Men otajon yoshim 66-67 ga boryapti. Aha. 5 ta farzandi otasiman. Aha. Mana shu bitta o'g'lim sal sho'xroq chiqdi. Unam 5 ta bolasi bor. 4 ta qiz, bitta o'g'il. Ana 7 yildan beri yo'q, daraksiz yo'q. Shu bolalar so'rayapti. Bitta o'g'ilchisi bor. Bitta o'g'li bor, 4 ta qizi bor. Shular har kun so'rayapti-da. Ko'chaga ham chiqsam so'raydi, masjidga ham borsam so'raydi. Uyga kelsam undan battar so'rayapti. Shuning uchun o'sha boshim aynalib qoldi, miyam ishlamay qolyapti. Hech darak yo'q. Biror kishi yordam so'rasam yordam qilishga iloji yo'q. Nima sababdan chiqib ketgan bu? Birorta urush, kamtarlikda oilaviy muammo bo'lganmidi? 2017-yilda ketgan deb aytayapti o'g'lingiz. Aha. Yo'q, oilaga vobshe muammo yo'q edi. O ayoli bilan ham inoq edi. Ayolni sevish turmush qurgan ular. Rossiya borganda 3 ta qizi bor edi. Xotini homila edi. 1 oylik homilasiga u Rossiyaga ketgandi. Ana u bolalar ham tug'ildi. Ekizak, Hasan Zuhro. Bolalari bir o'g'il shirin, shunday shirin bolalar, shunday qizlar. Na darak bor, na xabar bor. Bular endi kun kattalashib boryapti, so'rayapti. Masjidga borsam, men bilan masjidga boradi. Ko'chaga chiqadi. Shu so'rayapti-da, men dadam bormi? Meni kim dadam debdi. Bunaqa savollarga javob berish vaqti qiyin bo'lyapti menga. To'g'ri. Men bir necha xil YouTube'larga chiqdim, yordam bo'lmadi. Hozir shu o'g'lim aytib, dada, bitta yigit siz bilan gaplashmoqchi. Men aytdim, qani biron kishi bo'lsa-ki, meni mushkulimni oson qilsin. Shu o'g'ilcha top bersa, hammadan qaytmasa, Xudodan qaytaroq. 5 ta bolasi bor, shular duosini olsin, ko'karadi deb o'g'ilchamga aytdim, hozir chiqadi. Endi harakat qilib ko'ramiz hozir. Misol bizda internetda ko'pchilik ko'radi. Misol 2 ta ayol bor edi, yoshi katta insonlar. Bittasini o'g'li Qozog'istonda, bittasiniki Rossiyada edi. Ular o'g'illari bilan topishdi. Mana shunday internetga o'xshab misol murojaat qilib chiqishgandan keyin o'g'lini ekosi ham topdi endi. Sizlar O'zbekistonni qaytadansizlar tog'a, opoqa? Men O'zbekiston Surxondaryo viloyatidanman. Yaxshi. Agar eshitgan bo'lsa Surxondaryoni To'plan suv ombordaman. Eshitgan bo'lsangiz shu. Shu bolalar endi kun o'g'ay boryapti. Qizi endi mana 9 ga o'qiyapti. Kenjilari Hasan Zuhro ular endi maktab yoshiga bordi. 7 ga kiryapti. Masjidga ham borsam men bilan birga boradi. Ko'chaga ham chiqsam birga boradi. Mana dadam kim? Dadam qani? Dadam bormi deb so'rayapti-da. Bu savollarga javob berish qiyin. To'g'ri. Charchab qoldim. Yo'q, endi xafa bo'lmang, hozir ko'pchilik bor. Misol uchun ko'pchilik videoda ko'radi. O'g'lingizni ham rasmini tashab berishdi, shu videoga qo'yib, iloji boricha maksimal tarqatib harakat qilamiz endi. Shu agar o'g'lingiz shu Rossiyada bo'lsa, dunyoning xatida bo'lsa ham
bitta hamda shu o'zimiz o'zbekmi farqi yo'q, kim bilan ishlayotgan bo'lsa yo hayot bo'lsa maksimal darajada tarqatamiz. Даже qamoqxonaning ichida o'tirib ko'radiganlar bor shu Rossiya tarafda hamda. Qayerda bo'lsa ham endi xudo xolasa bir bilish kerak edi. Biror marta telefon qilmadimi 2017-yilda ketganidan? Yo'q. Mana endi bolalari bu yil maktabga boradi. Biron marta telefon bo'lgani yo'q. Hech bo'lmaganda shu bir telefon bo'lganda bular dadasini yuzini bir ko'rsaydi, yo'q. Rossiya tom mana shu oxirgi egizaklar to'lgancha telefon qiluvdi. Nechanchi yili qilgan? Bu egizaklar 2 yil bo'ldi. Yo'q. Umuman na telefon bor, na biror adres bor. O'sha 2017-yili ketganda sizlarga oxirgi marta telefon qilgan shun bilan yo'q. Ha, shu bilan yo'q. Mana bolalar tug'ildi. Mana bolalar katta bo'ldi. Endi bu sentabrga maktabga boradi nasib bo'lsa. Men o'zim 44 yil savdoga ishlaganman. Endi savdoni oilaga sal kamroq edi. Pensiya hech maydagina pensiya chiqdim. Rasha shularni boqishga vasha qurb etmayapti. Oxiri mahalla vasha qiylab qolyapman. Shu o'g'ilchalar boriga shukr, unisi 2 so'm tashsa, bunisi 4 so'm tashlaydi. Shu non tuziga yetyapti. Xudoga ming qancha shukr. Baribir shu ota mehriga zorda bular. Ota mehriga zor. Mana kim yordam bersa, mendan qaytmaydi, Xudodan qaytsin. Ay ilohim. Xudo ajrini beradi. Ikkita hozir oyoqlarim ishlamay qoldi. Gap ololman. Shu masjidga ham yil borib kelaman. Hammasi bir shu o'ylov. Miyam o'sha charchab qolgan. Men iltimos qilaman, Xudo sizlarga ham quvvat bersin, ishlaringizga omad bersin. Agar menga yordam qilsangiz, Xudodan ajrini olasizlar nasib bo'lsa. Ay ilohim. Shu 5 ta norisida farzand bor. Shular duosi Xudo. Do'stingiz, dushmaningiz bu kunlarga ravo ko'rmasin. Men o'sha charchab qoldim. Mana bu keyingi Hasanjoni. Mana bu mana endi mana bolalar Hasan, Zuhro. Mana 3-qizi orqasidagi 3-qizi. Bittasi maktabga. Farzandlari bor ekan. Mana farzandlari. Mana 2 ta qiz, biri o'g'ilchagina Zuhrasi, bitta qizi maktabga. Dedim ben okuladan. Ana bu so'rayapti, dadamni jo'natinglar deyapti. Ha ilohim, harakat qilamiz xudo xolasa. Abubarjon, agar bana dida yo'q shrizod bo'lsa agar biyo bacha vatanda gard, xonada gard. Farzandlar turi intizor. Mana kalonish nuhum qolsiray. Hasan Zuhro bog'chada. Xudo xoh imson maktab beran. Hammash turi yod karsa balam. Kujo bo'shi, sog' bo'shi, gard bacha vatanda gard. Mana ona pir shud. Men avval bitta pir shudam. Xizmatkardan qiyin. Biyo bolajon farzandon sohibi ko'p. Mana Zuhro har roz bepursa, Hasan bepursa, dadam qani. Dadiman kiyay. Agar boshi, ami gapor shrisod boshi. Biyo bolajon farzandon sohibi ko'p. Bisor monda shudam bacham. Mana yo'q. Mana Rishod safed shud. Muisar safed shud bacham. İltimos, kujo boshi gard bo'lsa. Yagon kastur, yagon nangapi gandan nazda. Maqsad xudmat tur gam, men turib umid ravon qaram ki biyo xona kun, dar kun. Mana to'y bachda men guzrondam. Nihoyat to'y ajoyib qaram. Tojikiston eng hofizi pesh ovoram bilajon. Hamma xursand shud. Kujo boshi gard bachim.
iltimos pazar inkapizdan shu to'g'ri lekin men majbursam tur iltimos qilsam. Gardalıcım kucağı boşu, sağ boşu, xonu biyo. Hamma intizor etay. Mana Zuhrajon dadam kaymi begitib tursa ama. Men javob berolmay turgan savolga. Mayli shu o'tan. Men yoshim 65 ga Rahmatulloh Shafiyman. O'zbekiston Surxondaryo viloyatidan Sarosiyo tumanidanman. Bog'obod mahallasidan. 7 yil bo'ldi farzandimni o'qtiryapman. Kim ko'rgan bo'lsa, eshitgan bo'lsa, yo shuni shu bilan bir yoqqa ishlatgan bo'lsa agar shuni jo'natishingizni talabgorman. Mana bolalari o'zi o'layib katta bo'lyapti. Qizi o'zi 9-10 ga boryapti. Bular har kun so'rayapti. Bular savolga javob berish menga vaqti og'ir tushunyapti. Agar kim ko'rgan bo'lsa, madad qilsa, yordam bersa, mendan qaytsa, Allohdan qaytarmasa bo'lsa. Bolalar kunda kun har bir qadami savol bilan, har bir qadami savol bilan, har ertalab choy ichishdan savol beradi menga. Mana dadam kim? Dadam qayerga deb. Ularga hech atvet qila olmayapman. Agar sog' bo'lsang, meni eshitgan bo'lsang bolajonim, vatanga qaytgin. Onang sog'indi, men undan battar qarib qoldim. Bular hammasi dada deb yo'lingni qarab turibdi. Meni kecha kuni ko'zlari darvozaga. Eshitgan bo'lsang qaytgin bolajonim.